2026 год, 2 февраля, у ребенка гидросефалия на фоне лейкомаляции. Они второй раз к нам приезжают. Первый раз, когда они приехали, после виртуальной консультации состояние ребенка было, сейчас мы узнаем, какое было, и сейчас хотим показать изменения в томографии. И какие есть нарушения, какие есть лучшие, хорошие стороны. Здесь, если посмотреть, значит, идет лейкомаляция и имеется, значит, обширные участки, значит, накопления жидкости, цереброспинальной жидкости. Что мы видим? Так, здесь уже вот на вчерашний день они прошли томографию на 31-26 года, но они остановили некоторые наши препараты. Это очень плохо влияет, конечно, на результаты лечения. Что мы видим? Здесь, конечно, изменение паренхиматозной ткани сильно не изменилось, хотя окружность головы растет. Здесь что можно увидеть? Можно увидеть, что смешивание между здоровыми и, значит, гидросефальными участками оно ушло. То, что имеется диффузные изменения, они все перешли на заместительную ткань, и, значит, изменения не совсем хорошие. Demek bemorimizda birinchi kuni ko'rgan paytimizdagi o'zgarishlar mana, demak, bu yerda oq moddaning yemirilishi, leykomalatsiya va servospinal suyuqlik bir-biriga aralashib qorishib ketgan bo'lsa, mana shu ikki suratda. Mana bu yerda biz ko'ryapmiz, bu yerda o'sha hosil bo'lgan, demak, orolchalar yemirilib, sog'i soqqa va kasali kasal tomonga ajralyapti va demak miyada ozgina yemirilish lekin davom etyapti. Hop, bolani ko'rsatingchi yuzini. Покажите лицо ребенка. Так, shapkasini oching. Savol. Menga yaqinroq olib keling. Necha santimetrga o'sdi bolani yuzi? Значит, если посмотреть внимательно. 2 oyda bu yoq aylanasi ham, tepa qismi ham 5 santimetr. 5 santimetr. 2 oyda? Ровно 2 oy bo'ldimi? Lekin siz ba'zi bir dorilarimizni to'xtatib qo'ygansiz. Yo'q. Amidrolni bilan to'xtatganmi? Yo'q, meni bemorim. Siz bu to'xtatmagan. Hop, nima sezish mumkin? Bu yerda demak sezish mumkin. Demak, suyaklar turibdi, suyak ustida suv yo'q. Bu yer ham qattiq qolgan, unaqa qattiq nima bo'lmagan va suyaklarda atrofida bo'linishlar bor. Bu nima degan? Demak, bosh me'yorida o'syapti degan. Necha oylik bolangiz? 6 oylik. 6 oylik. 6 oyda demak 6 oygacha 1 oyda 2,5 santimetr o'sgan bo'lsa, bu me'yorga kiradi. Tushundingiz? 1 oyda. Sababi agar o'sib ketsa, mana bu narsalar bo'lmas edi. Tushundingiz? O'sib ketsa. Keyin mana lekin bu yerda suv bor ekan. Bellari qattiq ekan. Bu yerda suv bor ekan. Bu yoqda ko'proq. Bu yoqda ham ko'proq ekan. Lekin baribir yana oldi qismi to'liq suvga nima qilmagan. Xo'p, endi tushundingizmi nima bo'lgan? Demak, bu yerda mana bu to'qimalarda oq va kulrang moddalar mana bu yerda aralashib nima yemirilgan joylar aralashib turgan bo'lsa, mana bu yerda. Bu yerda bu to'liq yemirilgan joy to'liq yemirilib bo'lgan suvga aylanib, chunki buni qutqarib qolish o'zi qiyin edi va bu yerda oq moddaning yemirilishlari mana bular, mana bular. Demak, bu yerda demak normalniy tizimli nima sog'lom holatga o'tgan. Endi savol, bu gidrosefaliyaligini qachon bildingiz? 10 kunligida. 10 kunligida. Xo'p, nimaga operatsiya qildirmadingiz? Su likor infeksiyali bo'lgani uchun nerv xirurglar operatsiya qilolmaymiz. Qilolmaymiz deyishdi. Keyin bizga kelmadingizdan virtual konsultatsiya oldinglar. Bolani sostenasi yaxshi edi, temperaturada mana shunaqa edi. Keyin onlayn konsultatsiyaga xo'jayinim kelib ketdi. Kelgandan keyin temperatura tushdimi, tushmadimi? Tushdi. Tushdi. Pankreat beryapsizmi? Hozir ham beryapsizmi? Hozir ham beryapman. Pankreat ichgandan keyin sima kirmayaptimi? Yo'q, shamollasa ham kirmayapti. Shamollasa ham kirmayapti. Yaxshi yo'talyapti, lekin shamollasa ham kirmayapti, lekin bolani ovozi hali chiqqani yo'q. Qo'l oyoqlarini harakatidachi. Sal bolangiz sust. Birinchi kunlarga nisbatan o'zgarish bor. O'rtada ovozi ham chiqardi.
qo'lli ham harakat Yaqindan qilardi. boshlab mana shunday suslashib qoldi. Nimani hisobiga deb o'ylaysiz? Shamollash hisobiga bo'lsa kerak deb. To'g'ri. Har bitta shamollaganda bola orqaga ketib turadi. Bugun yotqizib davolata olasizmi? Bu safar. Ha? Yotibda 3 kun bo'ldi yo'q. 3 kun. Endi yakshanba 3 kun, shanba kelganda, shanba yakshanbaga to'g'ri kelyapti. Bugun dushanbadan endi haqiqiy davolanish endi boshlanadi. Chunki adaptatsiya deymiz, boshqa deymiz. Bo'pti, sizlar bilan jiddiy shug'ullanamiz, lekin avval ham aytgan ekanman, hozir ham aytaman, biz garantiya bermaymiz. Sizlar o'zini operatsiya qildi, o'zini nima qildirmayapsiz? Hozir qildirsangiz, hozir qildirmayapsiz. Bolam kundan shug'ullanmayman to'g'ri. Men qildirma demayapman. Yo'q, yo'q. Endi lecheniani yana ham biroz nima deydi, chuqurlashtiramiz. Shamollashlarni yo'qotamiz, umumiy holatini, bolani ahvoli yaxshi tomonga o'zgaradi deb niyat qilamiz. Lekin operatsiya qilsa bo'ladimi? Shunaqa bemorlarni bir 10 ga yaqini operatsiya qildirdi bu yil. Shunaqa lekamaliyatsiya bilan kelganlarda. Ko'proq Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistondan kamroq, yo bitta yo ikkita. Tojikiston, 3tasi Hindistonda qildirdi, bir ikkitasi Turkiyada. Endi nobud bo'lgani ham bor, lekin operatsiyadan keyin yaxshi bo'lib ketgani bitta. Lekin hammasida lekama 10 tadan bitta. Yaxshi bo'lib ketgan deganim, unda ham sudurgi bo'lyapti. Ehtimol biz qo'yarmiz videoroligini, lekin miyasi eski kichiragan. Bittasida Tojikistonda qildirganda gipotenzivniy gidrosefaliya kelib chiqqan. Ya'ni miya ichkariga bukilib qolgan. Qolgan bittasida yiringlash bo'ldi. Qolganlari normal. Yiringlash bo'lgandiki, bilmayman, u ahvoli og'ir edi, u yog'i nima bo'ldi bilmayman. Chunki bizga bir kelib ko'rinib ketdi-da, nima bo'lmadi. Endi Xudodan tilaymiz, Xudo xolisa harakat qilamiz. Lekin bu jiddiy holat, chunki infeksion holatlarida hamma ham davolab olmaydi. Chunki miyada o'sha infeksiya tushgandan keyin cerebrospinal suyuqlik loyqalanib ketadi deymiz, ringlab ketadi va bu holatlarda ba'zan o'sha qopcha qo'yish yoki endoskopik uslublar qo'llash ham doim yaxshi natijaga olib kelmayapti. Alloh shifosini bersin. Men garantiya bermadimmi? Yo'q. Garantiya bermadim. Endi sizlar kelyapsizlar, yordam beryapsiz. Xo'p. Alloh shifosini. Misol uchun lecheniya qilyapmiz. Suv kamayyapti-da. Kamaydi deylik, suv quridi, butunlay yechimini topdi deylik. И qanchalik miya o'zini o'zi vasстановление qiladi. Endi agar ko'rgan bo'lsanglar, suv yo'qolib ketib yoki suv yo'qolib ketmaydi hech qachon. Suv o'sha jarayon to'xtab, miyada suv bor holatda, demak bola gapirib, o'ziga o'zi xizmat qilib yurganlari kuchliroq. Chunki ba'zan miyadagi organik buzilish 1 kilo bo'ladi. Uni klinik namoyon bo'lishi 100 kilo bo'ladi. Misol, obrazli qilib aytgan. Ba'zan uni klinik namoyon bo'lishi kasali 1 kilo bo'lsa 100 gram bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun bu juda ko'p faktorlarga bog'liq. Endi bu yerda masalan nimani biz ayta olamiz? Qayerlarda miyada zarar yetgan. Endi ko'p ko'rsatyapmiz biz sizlarga. Mana bu joylarda demak miyani po'stloq qismida qalinligi nisbatan saqlanib qolgan. Ko'rish markazlarida, harakat markazlarida defektlar ko'proq, lekin harakat qilsa bo'ladi. Tajribamizdan kelib harakat qilsa bo'ladi. Lekin mana shu yaxshi bo'lib ketadi deb hech kim garantiya bera olmaydi. O'zi boshida kelgan yillarda ham shu holat bo'lgan mana. Mana shu holat bo'lgan. Tushundingiz? Endi bunga shund qo'yganingizda ham uni o'z istimasi bor edi, umumiy holati, tana ahvoli yomon deyapsiz. Endi ko'p holatlarda unaqa bemorlarga yordam ko'rsatilmay uyga javob berib yuboriladi. Rentgen xirurgiyada. Shuni qo'ymoqchi bo'ldik biz Rossiya Toshkentda, TTZda, keyin 16-больницada, Chilonzorda. Nimaga qo'ymadinglar? Igor Sergeyevich degan vrachlarning nomini ayting. Bor ekan vrach, keyin biz bordik, ularni ko'rsatdik, u yoqda ham tushirgan edik nimaga. Keyin ular aytishdiki, yering bor, suv juda ham loyiqa. Shuni qo'yganing bilan faqat pulingni olaman, sendan bo'ldi, boshqa hech narsa bo'lmaydi. Shuni qo'yaman, bir haftada tiqilib qoladi, yana kelasan, olib tashlab boshqa qo'yaman.
Endi mana hozir ko'ryapsiz sizlardan bitta oldingi bemor. Shunta ishlamayapti. Endi ishlamayotganini ko'rdim. Hozir uni olib borsa yana kavlaydi. Lekin holati nisbatan yaxshi. Shuning uchun masalan ko'ryapmiz-da 10 martagacha operatsiya qilyapti. Shunaqa. Chunki yiring shlankani ichiga o'tirib qoladi. Xuddi shunaqa deyishgani uchun biza уже operatsiyadan qaytib endi davolashga harakat qilaveraylikchi. Lekin dorilar uzib qo'ymangda, uzib qo'ymang. Masalan, bizga kelgan bemorlar o'sha boshida uzoq muddat tez keladi, undan keyin yaxshi bo'ladi, keyin nima bo'ladi. Gidrosefaliya gruppasiga kiring. Lekin masalan, yaxshi bo'lib ketgan operatsiya qildiraver deydi. Meniki ham xuddi shu, yaxshi bo'lmaganlar u gruppadan chiqib ketadi-da. Tushundingiz? Yuragim siqmaydi. Va chiqib ketganlar seroq. 10 tadan bittasi qolgan. U ham qaysidir vrachga ishlayapti, lekin 9tasi chiqib ketgan. Alloh shifosini bersin.